Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Allohumma yassir va la tu'assir va bitamin bil xayr. Qadrli o'quvchilar, demak sizlar bilan birgalikda Manhajul Alamiy kitobidan darslarimizni davom ettiramiz va bugungi mavzuyimiz Anwa'ul anshitati wal hivoyat. Faoliyatlar va hobbilarning turlari haqida bo'lib o'tadi. Xo'p, bu mavzu bizga nima uchun kerak o'zi aslida? Qarang. Agar biz seferda yoki tanalda topshirayotgan bo'lsak, albatta bu mavzular kerak bo'ladi. Chunki bu nima ma'noni anglatadi? Bu mavzu bu odamning o'zini qiziqishlari va odamlar o'zi nimaga qiziqadi ko'proq, bo'sh vaqtlarida nima bilan shug'ullanishadi, nimalar bilan shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. Mana shu mavzular haqida ko'p ketadi. Ya'ni qarangda, sefer bilan tanalni asosiy vazifasi til mahorati, til ko'nikmasini belgilab berish. Til ko'nikmasini qanday qilib belgilab beradi desa, albatta bivon va bitu darajalarida ko'proq hayotda, ya'ni kunlik hayotimizda ishlatiladigan iboralar, lug'atlarni hammasini so'rab, ular savol tarzida bizga berishadi. Bizdan javob kutishadi va biz bo'lsa seferda yoki tanal bo'ladimi, hammasida baribir shunga taalluqli bo'lgan speakingda ham kerak bo'ladi, istima'da ham, qiroat, hamma qismlarda albatta bu mavzu ishlaydi. Demak, Anwa'ul anshitati wal hivoyat mavzusini yaxshilab o'qib o'rganib, lug'atlarini eng muhimi frazalarini va fikrlarini yaxshilab o'zimizga singdirib olishimiz kerak. O'sha gaplarni yodlab olsangiz, Xudo xolasa siz ham o'sha ma'nolarni yetkazib bera olasiz. Xo'p, demak ketdik. Hozir o'qiymiz va uni bil arabiyya sanutarjimu bil lughatil arabiyya va sanashroh lakum bi ayyi tariqatin mufaddala ladaykum fa ana musta'idun lizalika. طيب أيها الطلبة الأعزاء، إذا موضوعنا اليوم الأنواع الأنشطة والهوايات. لكل إنسان أنشطة وهوايات يمارسها للترفيه عن نفسه. لكل إنسان أنشطة وفعاليات وهوايات، يعني الأعمال المحببة إلى الشخص يمارسها، يعني يفعلها للترفيه عن نفسه. ويمارس الناس أنواعا متعددة من الأنشطة والهوايات. يشتغل الناس يعني بمختلف أنواع الأنشطة والهوايات. تهدف هذه الأنشطة والهوايات بشكل عام، يعني على العموم، إلى إكساب الفرد قدرا من الهدوء النفسي للتغلب على مصاعب الحياة. على مصاعب الحياة. خب endi qaranglar. Hobbilar nima degani o'zi, o'shani bitta yozib olaylik. Hobbini buni sinonim antonimlari bor. Xo'p, hivoyatun. Endi buni xo'p, sinonimi al-ihtimamat bo'ladi. Qiziqishlar ma'nosida. Masalan, ba'zilar maza qilib dam olish uchun Contra o'ynagan bo'ladi, ba'zilar PUBG o'ynagan. Lekin u PUBGlar hozir u qiziqish emas, u qanaqadir qiziqtirilgan narsa bo'lib qolganda, ular lekin noto'g'ri. Bir masalan ba'zida qilib turadigan ishingiz bo'ladi-yu, o'shalar sizning hobbi qiziqishlaringiz bo'ladi. Xo'p, masalan men qiziqadigan narsa shunday bir chekkaroq bir joyga borib olib, bir o'zim bundoq atrof muhitga qarab, fikrlab o'tirsangiz, o'sha narsa masalan menga qiziqarli deylik. O'sha o'zimiz qiziqarli. Ya'ni o'zingiz qiziqadigan narsa hammasi ketaveradi. Al-ihtimamat va al-muyul desak bo'ladi. Al-muyul. Yana menga bir yoqadigan joylardan yana bittasi, masalan kutubxonaga borib, o'sha joyda tinch, xotirjam kitob o'qiyotgan odamlarni ko'rib, siz ham kitob o'qiysiz keladigan bir holatni his qilish. Hammani o'ziga yarasha bor baribir. Xo'p. demak, لماذا يمارس الناس بهذه الهوايات؟ أولا إذن تهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الهدوء النفسي، يعني تعطي هذه الأنشطة والهوايات للإنسان الهدوء النفسي. لماذا؟ لكي يتغلب، لكي لكي يذهب عن نفسه المصاعب، لكي يخفف المصاعب في الحياة طبعا. ومن هذه الأنشطة إذن الأنشطة الثقافية. أول نوع هو الأنشطة الثقافية، كالمشاركة في الندوات الثقافية والمسابقات الإبداعية مثل الأدب والشعر وكتابة القصص، وتكسب الفرد قدرا كبيرا من المعارف. مثلا mana aytyapti, madaniy faoliyatlar bo'lishi mumkin. Masalan,
adabiyot, she'r, qissa hikoyalar yozilishi to'g'risida. Masalan, mushoara deb aytiladi. Mana o'zaro she'r aytish. Arablarda anaqalar bor. O'zaro she'r aytish. Bitta she'r aytadi, qarang, bir kishi she'r aytadi-da, shoir. Keyin uni oxiridagi harfiga boshqa shoir boshqa she'r yodlab kelgan bo'lsa, o'sha she'rini aytib beradi. Masalan, mushoara bu arablarda ya'ni vaqat intisharon vasi'an. Intisharon vasi'an. Bu keng tarqalgan, masalan, arablarning madaniyatidagi, bu ham saqofatidagi bir hobbilarning turi bo'ladi. Ba'zi odamlar shunga borishadi, maza qilishadi. Masalan, adabiyot bilan arab tili qiziqadigan odamlar ko'p borgan. Xo'p. الأنشطة الثقافية كالمشاركة في الندوات الثقافية، يعني في المجالس التي تعنى بها الثقافة، والمسابقات الإبداعية، يعني الإبداعية بمعنى الإمكانية أو الفرصة لكي يظهر الإنسان فيها مثلا مهاراته الأدبية أو الشعرية أو القصصية أو الكتابية. والأنشطة الثقافية تكسب، يعني تعطي الفرد قدرا كبيرا من المعارف، معرفة. وقد قلنا الفرق بين المعارف والمعارف كلمة واحدة لفظا، ولكن المعنى يختلف تماما. المعارف مثلا وقد ذكرنا في الدرس السابق، في الدروس السابقة، المعارف هم الذين نعرفهم، هم الذين نعرفهم. ولكن الآن المعارف، ما المعنى الآن؟ المعارف هي جمع، يعني هذه الكلمة جمع معرفة. المعارف جمع معرفة. معرفة بمعنى الوعي طبعا. وبالتالي تكسب الفرد أو الإنسان قدرا كمية كبيرة من المعارف. طيب، النوع الثاني الأنشطة الرياضية، وهي أنشطة تستخدم فيها الطاقة الجسمية والحركية. الأنشطة الرياضية وهي أنشطة تستخدم فيها وتستعمل فيها الطاقة أو القوة الجسمية والحركية، يعني يعمل الإنسان فيه هذه الأنشطة طاقته مثلا من قبل الجسم، وهو يحاول أن يحرك مثلا، وهي من أكثر الأمور جذبا للشباب، وهذه الأنشطة من أكثر الأمور جذبا للشباب، يستقطب فئة من الشباب كثيرا. بعضها يمارس فرديا، يمارس فرديا. بعض الأنشطة الرياضية إذن يمكن أن يمارس الشخص فرديا كالسباحة والتزلج والرماية وركوب الخيل. Tazalluj degani o'sha chenadan uchish, ani tramplin deb qo'yadi, bilasan? Tramplin. Ya'ni mana tepalikdan shundoq tushib kelib turib bitta sakraydi-yu. O'sha tazalluj bo'ladi. Va rimaya va rukubul khayl aw thunaiyan. Yoki masalan ikki kishi bo'lib qatnashsa bo'ladi. Ka kuratut tawila wal midrabi. Bu endi stol tennisi, kuratut tawila tennis degani. Kuratut tawila tennis. Xo'p, keyingisi nima edi? Val midrab. Al midrab. Midrab degani bu anaqa qo'l raketkasi bo'ladi-yu, anaqa katta xuddi bir tennisni, katta tennis bo'ladi, o'shanga o'xshagan, faqatgina unda kichkinagina anaqa qog'ozga o'xshagan yengilroq bir to'pchasi bo'ladi, o'shani uradi. Bu ham midrab deb aytiladi. Va riyodati difa'i anin nafs misl al-musara'a wal mulakama. Endi bundan tashqari yana o'zini himoya qilish sport turlari ham bor. Masalan, kurash. Wal mulakama bu boks degan.
أو جماعيا. وقد قلنا الأنشطة الرياضية تتنوع أو تتنوع مثلا فرديا وثنائيا أو جماعيا. مثلا جماعيا كيف يكون؟ ككرة القدم والسلة، ككرة القدم وكرة السلة وغيرها. فطيب الأنشطة الإجتماعية، الأنشطة الاجتماعية وهي أنشطة للتواصل مع أفراد المجتمع وتقوية خب آب وتقوية العلاقات الاجتماعية معهم، كالمشاركة في الرحلات الجماعية إلى الأماكن السياحية والترفيهية. الأنشطة الاجتماعية كيف تكون في يعني الأعمال، وكيف تقام في هذه الأنشطة الأعمال؟ وهي أنشطة للتواصل، يعني لكي نتواصل لكي نقوي العلاقات الاجتماعية مع الأشخاص، كالمشاركة في الرحلات الجماعية إلى الأماكن السياحية والترفيهية. مثلا الشخص أو الطالب هو يشارك في الرحلات الجماعية مثلا إلى الأماكن السياحية، مثلا إلى الأماكن الجبلية أو إلى الأماكن يعني يمكن الوقت يمكن القضاء فيه الوقت يعني بالأعمال الترفيهية. الأنشطة الاجتماعية يعني الشخص يكون في هذه الحالة اجتماعيا ليس فرديا، فهو يشارك مع الجماعة، ولهذا السبب سمي الأنشطة الاجتماعية، تجتمع فيه مع الأشخاص. الأنشطة الفنية الأنشطة الفنية وهي الأنشطة يعني بالتصنعات فعالية العراء نظر تتلين، وهي الأنشطة التي تشمل الفنون san'atlarni hammasini والمهارات اليدوية كالرسم. المهارات المهارات اليدوية كالرسم والتلوين والتصوير والخط العربي وممارسة أنشطة الحرف اليدوية وممارسة واشتغال أو وانشغال أنشطة الحرف اليدوية. عند حرفة degan so'z kelyapti. حرف degani bu جمع حرفة. حرفة ما معنى الحرفة؟ هو الكسب. كسب يعني قول مهنة دي معنى مهنة المهنة. طيب وبالتالي مثل التطريز bu kashtachilik degani. Naht degani bu o'ymakorlik, ya'ni shu yog'ochga bo'ladimi yoki toshga yo'nish bo'ladimi, bular hammasi naht deyiladi. Va sinoatul qita'i at-tizkariya, at-tazkariya ham bo'lar ekan mana bu yoqda. Tizkariya yoki tazkariya ham bo'laveradi. Ya'ni nima deydi? Xo'p, mana mana shuni olaylik-da, hozirlik aytaman mana shuni. Al-qita'u at-tizkariyani ko'rsataman sizlarga qanday bo'lsin. Al-qita'u at-tizkariya qanday bo'ladi mana. Xo'p, buni bundoqroqqa chiqaraylik-da. Mana rasmlari bor mana. Lekin bu yoqda xo'sh. Andijan deb chiqyapti shu yoqda. O'zbekiston Travel. Al-umlat at-tizkariya. Mana bu yerda chiqmadimi? Kumush anaqalar ekanda. Ya'ni esdalik sovg'alari deydi-yu, mana shunga o'xshashroq narsada endi bu yoqda. Esdalik sovg'alari mana shunga o'xshash narsa nazarda tutiladi aslida. Xo'p. Buni mana bu yoqqa ko'chirib qo'ysak, bizga kerak bo'lib qoladi doskamiz. Mana bo'ldi. Ya'ni esdalik sovg'alari, esdalik ashyolarini nima tayyorlash, mana shular ham kirib ketar ekan. Endi yaxshi.
الأنشطة الخلوية. الأنشطة الخلوية. Xo'p, ya'ni shaxsiy faoliyat turlari nima desa bo'ladi? Shaxsiy faoliyat turlari xolaviyya degani shaxsiy faoliyat turlari degan ma'noda. Xo'p, mana shuni ko'raylikda. Hozir men o'zim ham sal ikkilanib qoldim. O'sha nima degan ekan? Bitta ko'ramiz hozir sizlar bilan nima degani. Mana shu mening yodimdan ko'tarilib qoldi sal. Al anshito. Hozir ko'rsataman sizlarga bir men. Al xolaviyya. Yo'q, hozir batafsilroq ma'lumot beraman sizlarga mana. Menga batafsil hozir aytaman. Batafsil zamonaviy arab tilida qo'llanishlarini ko'rsatib ber. Qo'llanishlarini ko'rsatib ber. Hozir batafsil bundoq tushuntiramiz. U tezroq javob bersa ham bo'laveradi. Hozir buni qilaylik-da. Bu uloq chuqur qarab bordi. Chuqurga tushib ketib qoldi. تعبير عن الأنشطة الخلوية يستعمل في العربية المعاصرة في 3 مجالات رئيسية، ولكل منها دلالات واستعمالات دقيقة. إليك شرحا تفصيليا كذا. المجال العلمي الأحياء، علم الخلية، بأنقة، بوماس، مرادفات العمليات الحيوية، الوظائف الخلوية. المجال الطبي هي المجال المجازي، التنمية الشخصية والتنظيم. تترجم إلى تطوير الأنشطة الخلوية داخل فرق. في العربية الحديثة خصوصا في النصوص الإدارية بالتربوية بدأ يستعار التعبير مجازيا ليعبر عن الأنشطة الداخلية في المنظمات أو الجماعات الصغيرة. demak o'sha idoralardagi ichki faoliyatlar turini ifodalash uchun majoziy holatda ifodalanishga o'tkazilgan ekan. Yoki kichik jamoalarda kichik nima deydi? Doiralarda o'tkaziladigan faoliyat turlari tushunilar ekan bu yoqda. Xo'p, يشرف المدير على متابعة الأنشطة الخلوية في الأقسام لضمان الانسجام. Xo'p, ya'ni shaxsiy, ya'ni ichki faoliyat turlari degan ma'nodagi al-baromij at-tanzimiyya al-musag'ara yoki kichkina idoraviy dasturlar degan mazmunda ham kelar ekan. Xo'p. Bunicha bundoq qilaylik-da. Inglizchada tarjimasi qanday bo'ladi? Inglizchada ham sal tushunarliroq bo'ladi ba'zida. Inglizchada bu qanday aytiladi? Bu qanday tarjima qilinadi? Bu katta ehtimol bilan ingliz tilida, ya'ni inglizchadan kirib kelganda bu. Operations. Ichki faoliyatlar turlari ekan. Demak, ichki faoliyat turlari degan ma'noda ketar ekan. Xo'p, bunda shaxsiy qiziqishlarga bog'liq holatda keltirilar ekan. Demak, al-anshitatul xolaviyya demak. Mana bu yozib qo'yamiz. Al-anshitatul xolaviyya. ichki ya'ni nima deydi? Kichik doiralar, tor doira deydi, ichki emas, kichik doira emas, tor doira. Tor doira faoliyatlari deb tushunilar ekan. Faoliyatlari. Xo'p, mana bu yerni o'chirib qo'ysak ham bo'lardi. Bo'ldi, yaxshi ekan. O'tkazib qo'ysak, mana bu ko'rinib turardi. Endi
الأنشطة الخلوية وهي أنشطة تلبي رغبات الفرد في البحث عن المعرفة والمغامرة كممارسة هواية التسلق ورحلات الصيد. inson ya'ni shaxsiy ichki doiralarni faoliyatlari tushunalar ekan. Bu nima degan desa, ya'ni shaxsni, insonni bilim yoki bir sarguzasht qidirishdagi rag'batlarini qondiradigan. Tulabbi degani to'qinyon degan ma'noda. Labba yulabbi. Hozir aytaman mana. Labba yulabbi degan fe'l. Yulabbi. Bima'na aqna'a yuqni'u. Qondiradigan degan mazmunga to'g'ri kelar ekan. Aqna'a yuqni'u. Xo'p. Yu'ti endi bu yerda biz yuqorida o'qiganimizda nima ko'ringan edi? Yuqorida men aytamanki, hop, tuksibul farda qadran kabiran minal ma'arifi. Endi bu nima qilib beradi? Bu insonga katta miqdorda ma'rifatlarni beradi deb aytgandik. Endi bu yerda nima ekan? Bu yerda sal o'sha ibora, o'sha ifodani tulabbi rag'abatil fardi fil bahsi deb bergan. O'zi bu yerda tuksibu qadran kabiran anil ma'rifati val mug'amarati deb bersa bo'lardi. Lekin bu yerda nima? Kitob tilga, ya'ni til mahoratini o'rganishga qaratilganligi uchun bu yerda iboralarni ham sal boshqacharoq qilib ko'rsatilgan. Ya'ni bir xil ibora bo'lib qolaversa, unda tilni ochib berish bo'lmay qolardi. Kamumarasati hivoyati tasalluqi va rihalati sayd. Masalan, tasalluq degani bu tog'iga tirmashib chiqish degani. Alpinizm. Ya'ni tasalluq degani nima ekan? Alpinizm. Alp tog'lariga chiqadi endi. Alpinizm. Nizim bo'lib qoldi. Alpinizm. Nism bo'lish kerak o'zi. Xo'p, mayli. Endi keyingisi. Va rihalatu sayd. Al-anshitatu tatawwu'iyya keyingisi, ya'ni volonterskiy bo'lar ishlar bo'ladi. O'z xohishi bilan odam o'zi rag'bat qilib chiqadigan faoliyatlar. Va hiya anshitatun tumarasu fi vaqtil farogh. Tumarasu fi vaqtil farogh. يعني يمكن للشخص أن يمارس وأن يشتغل بهذه الأنشطة في أوقات الفراغ كالمشاركة في الخدمات العامة وأعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين من الكوارث. خب bu yerda كالمشاركة في الخدمات العامة endi umumiy xizmatlarda masalan qatnashsa bo'ladi deb aytdik. Mana shu al-anshita tatawwu'iyya to'g'risida juda ham ko'p seferda oldin tushardi. Hozir uncha tushmayapti, bilmadim, yana mabodo tushib qolishi mumkin. Xo'p, demak, u nima degan ekan? Bo'sh vaqtda shug'ullansa bo'ladigan ishlar, masalan, ommaviy xizmatlarda va amalil ig'osa va yordam xizmatlari. Xo'p, al-ig'osa. Al-ana kalimat al-ig'osa. Al-ig'osatu nima degani? Al-ig'osa huwa at-ta'ziz. Bu yordam berish, qo'llab-quvvatlash. Ad-da'm. Da'm degan. Hop, va musa'adatil mutadarririn minal kawaris. Har xil kavaris degani tabiat hodisalari degan mazmunda. Masalan, tabiat hodisalari emas, umumiy insonni boshiga keladigan har xil musibatlar, har xil ko'rgiliklar. Al-kavaris degani ko'rgilik desak, o'zbekchaga zo'r tarjima chiqar ekan. Ko'rgilik ekan endi deydi-yu. Musa'adatul mutadarririn. Xo'p, 5-joy mashf kalimani ham bitta sharhlab o'tamiz. Musa'adat al-mutadarririn. Bu zararlangan insonlarga yordam berish degani, ya'ni bu muhtojlar desangiz ham bo'ladi. Al-musanadatu yoki at-takatufu, yelkadosh bo'lish. At-takatuf lil muhtajina. Lil muhtajina bo'ladi. Tamam. To'yib. Al-anshitatu tijoriya. Keyingisi tijoriy faoliyat turlari. Va hiya anshitatun tumarasu muqobila mablag'in maddiyin. Xo'p, va hiya anshitatun tumarasu, ya'ni yumkin lish-shakhs an yumarisa va an yashtag'ila muqobila mablag'in
مادي كاللعب في الملاهي وزيارة المطاعم والمقاهي والأسواق. bozorlarda nima deydi, ko'ngilochar joylarda o'ynash va restoranlarni nima qilish, ziyorat qilish, aylanib yurish va maqohi qahvaxonalarni aylanib, bozorlarni aylanib yurish hammasi kirib ketaverar ekan. Tamam, bular tushunarli inshaalloh. Al anshitotul elektroniy, keyingisi elektron faoliyatlar. Kal al'abil musalliyatil muhakiyati lil waqi'i. Endi mash so'z, lakin yajibu at-ta'amulu ma'aha bihazar لأنها تسبب أضرارا كثيرة وخاصة للأطفال. Xo'p, bu yerda mana muhakiya so'zini yaxshi tushunmagan bo'lishlari mumkin. Xo'p, al-muhakiya bu o'z aslida nimadan olingan? Haka yuhaki degan fe'ldan. Haka yuhaki degan fe'ldan. Bu nima degani? Bu doha yudohi degan. Yudohi. Doha yudohi nima degani? Bu o'zi o'xshamoq degani. Shabiha yashbahu. Shabiha yashbahu degan fe'lga mos keladi. Xo'p, haka yuhaki nima degan ekan? Demak, o'xshamoq yoki doha yudohi degan ma'noda kelar ekan. Endi mana bu fe'lni ham birato'la bilib olinglar. Doha yudohi degani bu o'xshamoq degani. Shabiha yashbahu ham o'xshamoq. Masalan, anta tashbahu masalan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hadrat rahimahulloh. Masalan, sen mana shu insonga o'xshar ekansan desa, shabiha yashbahu qo'llaniladi. Kal al'abil musalliyati, ko'ngilochar. Al musalliya ko'ngilochar degani. Buni o'zbekchasini ham aytib qo'yaylik. Al musalliya ko'ngil ochar. Ko'ngil ochar. المحاكية للواقع لكن يجب التعامل معها بحذر. لكن يجب علينا التعامل معها، مع هذه الأعمال، مع هذه الألعاب بحذر كبير لأنها تسبب أضرارا كثيرة وخاصة للأطفال. عند voqelikka degani bu yerda real hayotga degani. Al-voqi'. Al-voqi' degani real hayot degani. Buni ham yozib qo'yishimiz kerak, albatta kerak bo'ladi. Real hayot. Real hayotga juda ham o'xshab ketadigan ko'ngilochar o'yinlar. Masalan, PUBG bor, PUBG o'xshab ketadi yoki boshqa o'yinlar. Shular bilan nima ehtiyotkorlik bilan muomala qilish kerak bo'ladi. Chunki bu ko'plab zararlarni sababchisi va ayniqsa yosh bolalar uchun. Xo'p, demak, biz bularni turlarini yaxshilab, lug'atlarini nima ma'noda kelishini yaxshilab tushunib oldik va bularni yaxshilab endi yodlab, qaytadan tarjima qilib, o'zimizga golos qilib yozib olishimiz kerak. Qanchalik ko'p tarjima qilganingiz sari o'shanda lafzlaringiz ham chiroylilashib, arab tiliga yana ham tarjimasiga ustamon bo'lib boraverasiz, xudo xolasa. Darsimiz mana shu joygacha edi. Yozib olinadigan qismi. Ishtirok etib ko'rganlar uchun rahmat kattakon. Agar darsimiz ko'rgan bo'lsangiz, mana shu dars qolganlarga ham yetib borish uchun bitta like tugmasini va bosib qo'ying va bitta izoh yozib qoldirishingizni sizdan so'rab qolgan bo'lardim. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.